Xalqimizga muvofiq bugun xudo olsa inshaalloh sizlarga original Vema motovlogini obzorini qilib o'tamiz. Xudo olsa inshaalloh kelib, like, podpiskalarni bosib kelib, xudo olsa inshaalloh Surxondaryodan kelgan akamizga berdik. Aka, qayerdansiz? Surxondaryoning qaysi tumanidan? Jarqo'rg'on tumanidan akamizga kelib, Vema 10 talik motovlogini xarid qilishyapti. Like, podpiskani bosganmisiz aka, yo'qmi? Bosib kelgan akalarimiz 10 talik Vema motovlog понижний повышенияsi boridan nasibizga kelib xarid qilishyapti. Sizlar ham kelib bemalol xohlagan turda, xohlasangiz Aren, xohlasangiz Vema, xohlasangiz Rolf motovloglardan xarid qilishingiz mumkin. Original motovlog olaman desalaringiz, kelib xarid qilishingiz mumkin. Endi mabodo puliga e'tibor bera olmayman, menga arzonroq bo'lsin deganlar uchun ham bor. Endi arzonroq motoblogni o'zlaringiz yaxshi bilasizlar, arzonroq motoblog puliga yarasha bo'ladi. Hamma mol ham Jarqo'rg'ondan kelib mana xarid qilishyapti, Surxondaryodan. Xalqim, endi sizlar qachon kelasizlar? Sizlar ham shuni like, podpiskani bosib qo'yib keladigan joylaringiz endi. Kutib qolamiz xalqim. Kimga nechta kerak bo'lsa bor. Skalatimiz mol to'la, mol serob. Arzon motobloglarimiz to'g'risi eng ko'p ketadigan arzon motobloglarimiz bo'lsa 3200 minglik motobloglarimiz to'g'risi tugagan. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Greenix fermani 7 kuchlilari va yana qolgan ferma 7 kuchlilari va Vema fermani 7 kuchlilari. Vema fermasi nima uchun baquvvat hisoblanadi? Vema ferma blokka ancha aqlli ishlangan va Aren fermasi bo'lsa bloklari ancha baquvvat ishlanganligi uchun. Xohlaganlarga mana Aren fermasi ham baquvvat ishlangan. Mana Vemani sizlarga mana obzorini qilib o'tamiz. Aren Vema fermamizning inshaalloh mana akamiz o'zi mashinalar yo'lda narigi betiga ekan, yig'ib berdik. Nasib yo'ldan narigi betiga olib o'tib ketish uchun nima qildik. Mana 7 ga 9 modeli понижний повышенияsi bor original Vema motoblogi. Ko'rishingiz mumkin. 9 taligi va 10 talik hisoblanadi. Mana 10 taligini ham sizlarga chiroyli obzorini qo'yib o'tamiz. Pullarni ayta olmadik, pullari. Mana kelib bemalol olishingiz mumkin. Yashtichi yig'ilgan-ku. Ko'rib nima qilishingiz mumkin. Bu original Vema motoblogi mana. Mana shu o'yib yozilgan bo'ladi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Zavodskiy o'zi 95% yig'ilgan keladi. Balonni qo'yib, rolni qo'yib olsa bo'laveradi. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Shuning uchun katta korobkada keladi bular. Hammasi. Mana shu katta korobkada bo'ladi. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Xohlagan xilidan mavjud. Xalqim, bizga turi bilan mavjud, turi bilan kelaverasizlar. Xohlagan xilidan bor. 7 o'tishlik 6 million so'm, 7 ga 9 8 million so'mdan bor. Xohlagan 13 9 xohlagan ular просто teshki uspet qilmaganimiz uchun ular tera olmadik. Xudo olsa kelib xarid qilishingiz mumkin. Faqatgina bitta like, bitta podpiskani bosib qo'yishni unutmang. Chunki like'lar, podpiskalar bizlar uchun pul emas, faqatgina sizni bir yaxshiligingiz tarqaladi. Shunisiga e'tibor beradigan joylaringiz. Kimga nechta kerak bo'lsa bor. Jonlaring sog' bo'lsin.